Bugun biz siz bilan Janubiy Koreyadagi jamoat transporti haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Bir martalik chiptalarning narxi O'zbek so'mida 9-10 ming so'm bo'lgan kartalardan faqat 1 soat davomida shahar bo'ylab bitta yo'nalishda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Plastik kartalar bilan ishlatadigan bo'lsak, metrodan avtobusga yoki avtobusdan boshqa avtobusga o'tsak, hech qanaqa pul olinmaydi. Ikkita transport almashgandan keyin olinishi mumkin, juda ham kichik miqdorda. Aytaylik 1800 so'm bir martalik to'lov bo'lsa, ikkita yoki 3 tadan keyin 200 so'm qo'shimcha to'lov olinishi mumkin. Har bitta avtobusga kelish-ketish vaqtlari aniq ko'rsatib turiladi. Bir joyga ma'lum bir vaqtda borishimiz kerak bo'lsa, aniq xarid orqali ko'rib, qaysi vaqtda keladi va qaysi vaqtda yetib borishimiz mumkinligini bilsak bo'ladi. Bilasiz, bunday rivojlangan mamlakatlarda metrolar ham nihoyatda tezyurar va ancha qulay hisoblanadi. Bu transportdan ham xuddi shu kartalar orqali foydalanishingiz mumkin. Metrolarga keladigan bo'lsak, liftlari juda ham qulay, ya'ni hojatxonalari ham bor, ularga ham alohida joylar ajratilgan, nogironligi bor insonlarga. Bundan tashqari homilador yoki qariyalarga alohida joylar ajratilgan. Ular faqat shu joyga mansub odamlar o'tirishadi. Bu yoqda yoshlar turib yoki o'tirib ketishadi va Wi-Fi'lar, internet avtobus ham metroda ham bepul ishlatib ketish mumkin. Avtobuslardagi intervallar ko'pi bilan 5 daqiqa deydi qahramonimiz. Faqatgina tirbandlik paytlari bundan mustasno, ammo 2 daqiqada keladigan avtobuslar ham bor ekan bu mamlakatda. Janubiy Koreyada avtobuslar uchun alohida yo'laklar bor, ammo unda oddiy mashinalar ham harakatlanishi mumkin, faqat to'xtab turishi mumkin emas deydi vatandoshimiz. Xo'p, sharoitlar nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qanday? Avtobus bekatlarida monitorlar doimiy ko'rsatib turadi va u yoqdan administratorlar gapirib turishadi, 2 daqiqada shu raqamdagi avtobus keladi yoki 1 daqiqada yoki yetib kelgani haqida. Bundan tashqari yo'llarda ko'rishimiz mumkin. Alohida belgilangan yo'llar bor. Ular ko'zi ojiz insonlar uchun hassa yoki boshqa bir jihoz bilan yurishganda yo'lga qarab bilishlari mumkin. Yana bir qiziq ma'lumot, yo'lovchilar ba'zida bepul harakatlanishi ham mumkin ekan. Avtobusga chiqishda shofyorning yonidan birinchi old eshikdan chiqiladi. U yerda karta uchun va naqd pul qo'yish uchun qutisi bor. U yerga qo'yib keyin chiqiladi, lekin ba'zi bir insonlar haqiqatan sharoiti yo'q yoki pul yo'q insonlar aytib chiqishadi, shu joyga ketmoqchiman, lekin pulim yo'q deb. Ko'p holatlarda shofyorlar buni tushunadi, mayli chiqing deyishadi.